Assalomu alaykum Islom, yaxshimisan? Shu yerda ishlaysanmi? Jazor joyga kelmanda, kecha bizaniki kelmaganing yomon bo'ldi lekin, xafa bo'ldim lekin. O'zim bozordan san uchun mashindoq taroz olib keldim. Yana boshqa kuni Mansur aka bilan Baliqo'yga bordik. Yo'qqa ham kelmadik. Ishonasanmi, Baliqo'da bor-ku, mashindoq baliq ushladik. Telegram guruhda bormisan? Ertaga gapimiz bor. Bitta zo'r joyga bormoqchimiz. U yoqda mashindoq laganda 5 barmoq berishar ekan. Xullas, o'zi nimaga kelganimni aytmoqchi bo'lsam, bitta zo'r yangi televizor kerak. Nimadir maslahat bera olasanmi? Albatta, bizda aynan san uchun mana shunaqa televizor bor. Sun'iy intellekt bilan jihozlangan. Ulkan ekran sizga tasvirning har bir detali haqiqiydek tuyulishini ta'minlaydi. Har bir futbol o'yini xuddi stadiondagidek, har bir film esa xuddi kinoteatrdagidek bo'ladi. Bundan tashqari AI protsessor tasvirot olishni avtomatik ravishda sening didingga moslab beradi. Gap yo'q, zo'r. Olaman, uraver.